2 milyon 400 ming, 2,5 milyon bo'layotgan dravkan aka. 2 milyon 100 ming so'mdan qo'yib qo'ydik aka. So'raganda beraverasiz. Yerlarda yuksa bo'laveradi aka. Bizdan arzon chiqsa, undan ham arzon qilib chiqarib berilaveradi. 150 tokkacha ishlayveradi. Men o'zim ishlatib berib keldim aka. Bormi? Ha, 150 voltgacha bemalol ishlayveradi aka. Endi xalqimizga aka 1,5 mingtalik, 1,5 mingta kommentariyaga 2 dona dravkan doimgidek har videolarimizda o'yin qilamiz aka. 1,5 mingtalik, 1,5 mingta kommentariyaga 2 dona dravkan eng baxtli insonlarga yutuqli o'yinlarga qo'yib beramiz aka. Bir dona like bosib qo'ysa, shunisiga xursandmiz aka. 2 milyon 800 ming, 3 milyon bo'lgan dravkanimiz aka 2,5 milyon so'm qo'ydik aka. 2,5 Setka solish ham osondir. setka solishlari aka doimgidek soladi. Hampasini ko'tarib, kulib chiqib, o'shadan bo'lib topib, Shunday. Xo'p, doim podeshkada bo'lsin, havoda bo'lsin. Bittadan like bosib, kommentariy yozib qo'ysa, shuncha mehnatimizga xursand bo'lib qolamiz aka. Xudo xolasa. narxlarimiz arzon-a? Narxlar doimgidek aka. Masalan, arzon narxda, optim narxda chiqarib beramiz. Gap. Kuzatuvchilar, chorva qog'ozlari qish mavsumi kelmoqda. Havolar ham sovib qoldi, hurmatli akalar. Endilikda aziz chorvadorlarni og'iringi qilish maqsadida universitet dravkanini zo'rlan ko'rsatamiz. Ushbu apparatlar sizning uyingizda bo'lsa, mol boqish juda oson bo'ladi. 1 soat turmaydi, 5 minutda ishni bitirib ketaveradi. Shunday albatta aka. Shashilayotgan paytda shuni somon solib chiqarib beradi, osongina ishi bitadi aka. Silosdan aralashtirib beraveradi-da. Albatta aka. Poyasi borlar ham poyani solib aka, oz-oz chiqarib berib chiqib ketaveradi. Asosan universitet dravkalarimiz qo'l quruq, donli mahsulotlar. Universal hamma narsa chiqaradi. Don mahsulot, o't mahsulot nimaki bo'lsa chiqaradi. Dasturga poxol ham chiqaradi. Poxol ham chiqaradi. Poxolda ham xudo xolasa hozir videomizda chiqarib ko'rsatib beramiz. Narxlar? Poxol deydimi, don deydimi, o't deydimi, xudo xolasa hamma narsani chiqarib ko'rsatamiz. Narxlarimiz arzon-a? Narxlar doimiydek aka, masalan, arzon narxda, optim narxda chiqarib beramiz. Gap. Boshladingmi? Xudo xolasa boshladik aka, bir qator. Birinchi bo'lib qaysidan boshlaymiz? Men hadov ketayotgan dravkalarimizdan boshlaydik. Ketdi. Tortdi. Kerak g'ildiragi bor, masofadan masofaga yengil ketaveradi. Masofaga bemalol tortib o'tkazaveradi aka. Xo'p, endi aka, buni bir qator tushuntirib o'tiradigan bo'lsak aka, buni 4 xil nasotkasi bor aka. Nasotkasidan tushuntiraylik. 4 xil setkasi bor. 4 xil setkasi bor. Birinchisi Xo'p. Birinchisi somonniki. somonga. Bu ham somonniki, bunisi mol bopi, bunisi qo'y bopi. Xo'p, bunisi yorma qilib beradi. Yorma. Bunisi kepay holatga Kepay keltiradi. holatga, un holatiga keltirib beradi. Bu donli mahsulotlar ikkalasi. Ikkalasi o't mahsulotlariga. O't mahsulot shunday. Shu ko'rib turgan dravkamiz. Motori necha kilovat, necha volt? Xo'p, motorlar aka 3 kilovat, 3,5 kilovat motorlar qo'yilyapti aka. 3,5. Original motor shu yaxshidan qo'yilyapti. Hop. Xo'p. Endi buni aka setga tushadigan joylarni bir qator ko'rsatib qo'yaylik. Og'izlari. Razmerlari katta, hurmatli obunachilar. Kattalashgan ham yutskasi aka. Setka solish ham osondir. Setga solishlari aka doimgidek soladi. Hampasini ko'tarib, kulib chiqib, o'shadan bo'lib topib, Shunday. Xo'p. Shu kirish chiqishlari aka kattalashgan varianti. Hampalari 50 ga. Xudo xolasa vakuum bilan tortadi. Betga chang urmasinga havo to'sichlari bor ekan. Bemalol qo'lingiz solganingizda yetib olmaydi. Himoya rasmiysi. Baland. Xo'p, endi buni motorni himoyalari ko'rsatadi. Xo'p. Avtomatzashning, o'zini to'y ko'rsatib turadigan zavodskiy voltmetri bor bu yerda. O'zini zavodskiy zashnilari ham bo'ladi. Ikki tomonlama zashning, bitta voltmetr to'yni ko'rsatib turadi aka. G'ildiraklari bor. G'ildiraklari eng asosiysi masofadan masofaga bemalol yetalab yursa bo'ladi. Ketdi. Masofadan So'raganda beraverasiz. yetalab yursa bo'laveradi aka. Sal motori kattaroq bo'ladi bularda aka mana. Xuddi shunday, bir xil faqat motorida. Faqat motorda. Katta kichikligi hamma yo'g'i bir xil aka. Faqat motorlar 4 kilovatlik original motorlar bo'ladi aka. 4 kilovatlik motorlar bo'ladi aka. Bu narxi necha? Buni narxi aka 2 milyon 800 ming, 3 milyon bo'lgan dravkamiz aka 2,5 milyon so'm qo'ydik aka. 2,5 milyon so'm. Joyimizdan chiqayotgan narxi faqatgina aka.
Xo'p bo'ladi. Dastavkalar doimiyda kelishilgan holatda Kelishilgan chiroyli holatda yetkazib beriladi. beriladi aka. Zo'r. Onajon, qarang. Ushbu ko'rib turgan drabilkamiz ham bor ekan. Aha. Bu Yumalaqli varianti, Yumaloq. yumalaqli variantini ham orada so'rab qolishdi. Yumalaqli varianti. Faqat shakli yumalaqli shu. ham pas o'zgaradi xolos. Ha, hampasi o'zgaradi shu. Narxlari ham o'sha joyda qoladi. Motorga qarab narxi o'zgaradi. Ha, motoriga qarab narxlar o'zgaradi. Endi keyin pastoki ishlaydimi deyshap, pastoki ishlaydi aka. Eng pasti qanchaga ishlaydi? Eng pasti 150 tokkacha ishlayveradi. Men 150 o'zim voltga- ishlatib berib keldim aka. Bormi? Ha, 150 voltgacha bemalol ishlayveradi aka. Endi to'g'ri 200 ming, 220, 200 tok bor joyidan ko'ra nima desa bo'ladi? Yarim voq, bir voq o'tni o'rniga yarim voq soladi, lekin ish to'xtab qolmaydi. Nisbatan kamroq Ha, biz apparatga soladi. Endi tokni hisobiga-da endi. to'kni hisobiga, kamligini hisobiga o'sha sal ozroqdan solib ishlatsa, eng muhimi ish to'xtab qolmaydi. Onajon, bir qator ma'lumot berdi, endi ishlashni ko'rsataylik a. Bo'ldi. Endi Jasur aka bir qator ishlashlarini chiroyli qilib ko'rsatib beraylik aka. Shuncha vaqtda deganda nima desa bo'ladi? Sinovdan o'tkazib ko'rsatib beraylik Jasur aka. Akalar, ishlash jarayonlari boshlandi. Qarang. Birinchi bo'lib. Qarang. Bo'ldi. Qani? Qatorlari. Mashina. O ana bo'lmasa. Boshqa. Bo'ldi. Trovi. Keldi qo'raman. Jasur aka mana qarang. Yo bismillah, mana qarang. Voy. Aka jo'xon mashina qilib Ko'rsatib qo'yadi. chiqarib berar ekan. Ana shunaqa Sotali makani yorma holatga keltirib beradi bizga apparat. Xo'p. Keyingisi. Qani? Bug'doy. Oling nariga qo'yinglar bug'doyga. Xudoga ham olaylik. Endi to'xtadi apparat. Mahalliy hisobga aylanadi. Romandan keladi. Bug'doy. Shunaqa yirik bug'doyni manya qilib chiqarib beradi. Gapi. Endi omojon donli mahsulotlarda Aha, donli chiqardi, endi o't mahsulotlari. O't mahsulotlarini chiqarib beradi. Qo'y qo'yamiz aka. Yo, yubor. Ochib. Aynalar bor-ku buni. Turaga mana birinchi ko'rib qo'yamiz, ko'roy tayinli qolib ketadi aka. Setkasi yo'q holati Jasur aka. Agar setkada qo'ysa bundan ham ayni chiqaveradi. Ketdi. Keyingisi. Endi somon. Hop. Endi somon biz sholipoq qilib bitta ko'rsatib ko'raylik Jasur aka. Solib ho'g'alarni chiqaramiz. Sholipoq holda ham chiqarib ko'rsatib. Ey gap. Yo'q. Solib ho'g'al ishlatamiz. Ko'rsatamiz. Apparat yo'q bo'ldi. Qatli. Qaradimmi? Qilib qaradimmi degan savollarga. Solib ho'g'alni maydalab beramiz. Kirpiraq o'tlar bor-ku. Ya, setka solib oshqonligi yo'q-ku. İşte. Setka soladi. Qo'ydi. Mana somon deganlarga. Voy. Zo'r. Yana mayli setkasi qo'yadi. Zo'r. Bo'ldi.
O'chiraver. Apparatlarni ko'chirib olish chiqtirganlarni ko'rsatdik. Na omajon. Jasur aka bunaqani. Mayn holida chiqaradimi? Mayinligini qarang Jasur. Somoni maydalab Yuk boribdi-yu. cho'pini yarimtasi bor ekan. Mayinligini qarang. Buni yegan mol oshqozonda to'g'ri hazm bo'lib ketadi-yu bu. Xo'p, endi bundan sal yirikroq mana shu tayda qolib ketibdi, ko'rsatib qo'yaman. Mana. Bu Bundan sal yirikroq. mol bob setkasi. Ha. Mana o'zi Bu mol bob setkasi, bunisi qo'y bob setkasi chiqarilgan. shunday. O'ta ham mayin. Sholipog'ali ko'rsating, endi sholipog'al. Holimizda mana shu qolib ketdimi? Mana sholipog'alari. Sholpog'al. Sholipog'allar ham chiqaradimi degan ekan, chiqaradi. Mana hurmatli obunachilar, bir qator kechga qoldik, lekin sizlarga mehnatda to'xtaganimiz yo'q. Olinglar maza qiladigan joydamiz. Omajon, nima deysiz bizni ko'rayotgan insonlarga? Ko'rayotgan insonlarimizga aka doim podдержкада bo'lsin, xalq duoda bo'lsin. Bittadan like bosib, kommentariy yozib qo'ysa, shuncha mehnatimizga xursand bo'lib qolamiz aka. Xudo xolasa vaqt turish shunchalik bo'ldi, podдержка bo'lib turib shunchalik bo'ldi. Xudo xolasa xalqimizga aka 1,5 mingta like, 1,5 mingta kommentariyaga 2 dona dravlikani doimgidek har videolarimizda o'yin qilamiz aka. 1,5 mingta like, 1,5 mingta kommentariyaga 2 dona dravlikani eng baxtli insonlarga yutuqli o'yinlarga qo'yib beramiz aka. Bir dona like bosib qo'ysa, shunisiga xursandmiz aka.